Yaqinlarim bunaqasi bo'lmagan. Narxlar tushyapti, kalla tashlayapti desam ishonmayapsizlarmi? Sizlarga qaranglar. 5 sotik 6 xona joyi yer hisobidan ham arzonga berib yuborishyapti. Nobodo sizga 5 sotik kichkinalik qilsa, mana yonida 2 sotik akaman sotaman, bir sotigini 15-16 dan berib yuboraman. Shu ukamga o'xshab arzon deyotgan ekan. Atta qo'shnilar 18-20 ming deyishyapti. Foydalanib qolinglar. 6 ta xona, 2 ta o'g'liga o'ziga mo'ljallab, 2 tarafi podval qilib, yangi xomg'ish profnastilladan qurgan ekan, elektrichествоlarni ham qilib qo'ygan. Bu Toshkent viloyati Zangiota tumani. Shundoq mana betonkadan 5-600 metr kirganinglarda yosh Lelincha, Chaman ko'chasi, zo'r mahalla, qo'ni-qo'shni drujniy, gullar bilan shug'ullanishar ekan. Gul hidi kelib turibdi, mazza qilib yashaysiz. Yo'lagi ham bor, mana bu yerda 30 metr yo'li shundoq so'rilarni qilib qo'yib, bedanalarni bemalol ilib qo'ysanglar bo'ladi. Bunda ko'rsatib beringchi operator. Mana kelish kerak, gaplashadigan joyi. Mana bu yerda ham 2 sotik sotib olsanglar, arzonroqqa bitta uchastka qurib olsanglar ham bo'ladi. Mana sizlarga haqqoniy arzon joy. Nimaga arzon desanglar, to'g'ri egasidan ham egasiga pul zaril, hujjatlari mana joyida. Kanalga obuna bo'lib qo'ying. Nobodo sizga rostakam oxirigacha turib beradigan, realniy narxga sotib beradigan jamoa kerak bo'lsa, mana O'zbegim uylari xizmatinglarda. Oxirigacha qo'lingiz pul ko'rguncha, zakat ko'rguncha reklama qilib turamiz. Yana 5-6 ta kanalga portlatib qo'yib beramiz. Bir keyin 2 kunda sotib yuborasiz. Ishoning, Allohga tavakkal qiling, kam bo'lmaysiz. Sog' bo'ling, videolarni tarqatib qo'ysanglar minnatdor bo'laman. Ketdik.